Okalar bunaqasi bo'lmaydi. Yuksalishdan tadbirkor MF'ga 50-dom 92-xonadon 4-pod'ezd. Holatlar ideal bo'lgan kvartiramiz chiqadi. 7,5 ming dollar pulingiz bo'lsa, variantga ham bersa bo'ladi. 2 xonali domimiz 6-etajda. Qani ketib ko'rsatib o'tamiz. Tayyor liftdan shuni chiqasiz, kirasiz. Apparatlab kirinchga ko'rsatamiz. Bu yerda hajmini aytadigan bo'lsa, naq 58 kvadratli kvartiramiz sizlar uchun ko'rsatib o'taman. Birinchisi spalni ko'rsatamiz. Mebellar ham o'ziga yarasha chiroyli holatda qilingan. Bunimiz shu holatda qoladi. Narxini ichida. Xo'p, oldida mebel jihozlarini aytadi. Bu xonani bir ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, tagilari parket bo'lgan, devorlari ham yaxshi holatda turibdi. Televizor atganimda kirishdan qoladi, yo'qsa olib ketamiz deyapti. Ya'ni sizlar uchun kuxnamizni ko'rsatib o'tamiz. Holat turibdi. Ya'ni gaz plitalari, mebel jihozlari hammasi bor ekan. Ya'ni bitishga hamma tomonlama yaxshi. Saunini ham bitta ko'rsatib o'rnitas, hammasi mujassam. Nomlarga chiqqan. Hozirgi holatda 2 yil to'labdilar, aka. 2 yil to'lagan ekanlar, narxini 13 ming atrofida dedilar. Yo'q, unaqa qimmat narx atmaydi dedim. Xalq uchun bo'ladigan narxini 11,900 dollarga xalq uchun beribdi. Xursandchilik va rozisa. Gap yo'q, baraka. Naqdga mana oxirini qo'yib qo'ydi. Qolganini o'zi to'lashadi. Ya'ni 20 yillik o'ylangan ekan. Qolgan ma'lumot telefon orqali ham tushuntirishadi. 2 yillik to'langan. O'yiga qanchadan chiqadi aka? 4,740 mingdan o'yiga chiqar ekan. Ya'ni sizga shu holatda o'yiga to'lab bo'lar ekan. 7,5 ming, 8 ming puli borgan, birorta Nexia 3 ni Cobalt'ini bo'lsa sotib, bu yer osoni ham bo'ladi, to'g'rimi? Kelishaveramiz dedilar.